Bir iki üç to'rt besh, bir iki üç to'rt besh, olti yetti sakkiz to'qqiz o'n. Tur. Bir iki üç to'rt besh, olti yetti sakkiz to'qqiz o'n. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bahodir yaxshi atak. Bir. Раз, два, три. Bir, ikki, uch. Test. 3, 8, 5, 4. 3, 8, 2, 5, 6, 7. 3, 8, 5, 8, 9. 5, 8, 9. Yaxshi bo'ldi. 3, 8, 5. Chilladi. 3, 8, 5. Есть. Раз. Yaxshi. Raz. Bir. 3, Bir. 8, 5, 8, Bir, 5, ikki, uch. 3, 8, 5, 8, 9. 985, 986.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli tarmoq ishchi guruhi a'zolari. Bugun suv ta'minoti va sanitariya bo'yicha tarmoq ishchi guruhining 5-yig'ilishini o'tkazish uchun yig'ildik. To'g'ri, bugun kun davomida ertalabdan juda bir plotniy grafik bo'ldi. Yana bir marta minnatdorchilik bildirmoqchiman. O'sha suv kodeksiga bag'ishlangan va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada faol ishtirok etganlaringiz va qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Va mana vaqtlaringizni ayamay, mana yana bir muhim masala bu o'sha mamlakatimizda olib borilayotgan suv xo'jaligi sohasida va suv ta'minoti va sanitariya yo'nalishida hukumatimizni qo'llab-quvvatlash uchun bu va amalga oshirilayotgan mana xalqaro hamkorlarimiz tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalarni muvofiqlashtirish, takrorlanishini oldini olish bo'yicha bir juda yaxshi platforma yaratilgan. Ancha oldindan beri suv xo'jaligida men o'ylayman, suv xo'jaligi sohasidagi bu ishchi guruhimiz muntazam yig'ilishlarni o'tkazib faoliyat yuritib kelyapti. Shuning uchun bu bo'yicha ham sizlarga minnatdorchilik bildirib, bugun mana endi suv xo'jaligida amalga oshirilayotgan ishlar, kelgusidagi vazifalar to'g'risida juda ko'p gaplashdik va sizlarni bu bo'yicha takliflaringizni hammasini eshitib, ekspertlarni ham, mutaxassislar takliflarini eshitdik va men o'ylayman, bugun bildirilgan hamma fikrlar o'sha suv kodeksini qabul qilinishi va uni hayotga joriy qilish, eng asosiysi bu qonun qabul qilindi. Endi buni bizda oldimizda juda katta ish turibdi. Buni hayotga joriy qilish masalalari. Ko'plab masalalar qatori yangi normalar ham kiritilgan kodeksimizda. Biz uchun bu juda yangilik. Bu suv olish kvotalari asosiy masalamiz. Bu juda bir nima deydi? Nozik masala. Har bir iste'molchi uchun suv kvotasini belgilab berish bu juda qiyin ish deb o'ylayman. Bu oldimizda juda katta ish turibdi. Shuning uchun hozir biz mutaxassislar guruhini yig'ib, sizlar yordamlaringiz bilan международный ekspertlarni ham jalb qilgan holda buni oldi metodologiyasini va o'sha suv olish kvotasini o'zini har bir fermer, har bir iste'molchiga taqsimlash chiqish jarayonlarini ham amalga oshirishimiz kerak. Bu yana bitta kiritilgan yangiliklar, bu suv kengashlari. Bu Respublika suv kengashi tarkibi mana tasdiqlandi. Endi hududiy daryo havzalari va tumanlar darajasidagi kengashlarda ham bugun mana panel diskussiyalarda ham muhokama qilindi. Buni amalga oshirish va o'sha kengashlarning ishini tashkil qilish bo'yicha ham yordamlaringiz kerak bo'ladi. Yana bir marta rahmat aytib, keyingi so'zni Qurilish va uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirining o'rinbosari Jo'rayeva Ozoda Abdurahimovna, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, aziz tadbir ishtirokchilari, aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar. Mamlakat platformasining suv resurslari, suv ta'minoti va sanitariya bo'yicha ishchi guruhining 5-yig'ilishida sizlarni ko'rib turgandan juda xursandman. Aholini toza va sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash har bir davlatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Hurmatli yurtboshimizning qaror va farmonlari bilan bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar izchil ravishda jadallashib bormoqda. Xabaringiz bor, so'nggi 3 kun davomida Toshkent shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 7-maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi.
davlatimiz rahbarining Markaziy Osiyo yangi davr ostonasida nomli dastur maqolalarida ham Markaziy Osiyo davlatlari hamkorlikda iqlim o'zgarishiga moslashish, transchegaraviy suv resurslarini asrash bo'yicha birgalikdagi sa'y-harakatlariga alohida e'tibor qaratish lozimligi qayd etib o'tildi. Shu bilan birga, hurmatli yurtboshimiz yuqoridagi tadbirda 7 ta asosiy tashabbuslarni ilgari surib, ustuvor ravishda iqlim va suv masalalariga alohida e'tibor qaratdilar. Xususan 2026-2036 yillarni Markaziy Osiyoda suvdan oqilona foydalanish bo'yicha amaliy harakatlar 10 yillik deb e'lon qilish. Shuningdek, suv sohasida kompetensiyalar mintaqaviy markazini tashkil etishni tashkil qildilar. Taklifini ilgari surdilar. Sohadagi bundan muhim qadamlarning qo'yilishi bejiz emas. Bundan 20-30 yillar oldin 2025-yilga kelib mintaqamizdagi suv resurslarining kamayishi va ularni cheklanishi kabi mutaxassislarning tahlillari qariyb o'z tasdig'ini topdi. 2040-yilga borib mintaqada, shu jumladan O'zbekistonda suv resurslarini 15 dan 30% kamayishi tahlil qilinmoqda. Tojikiston Respublikasida joriy yilning may oyida o'tkazilgan muzliklarni saqlash bo'yicha konferensiyada ma'lum qilingan raqamlar ham ushbu tahlillarni naqadar haqiqatga yaqinligini ko'rsatmoqda. So'nggi 8 yilda respublikamizda aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi oshirish uchun qariyb 2 milliard 200 million AQSh dollariga teng mablag'lar sarflanib, ta'minlanganlik darajasi 63% dan 81% ga yetkazilgan bo'lsa-da, respublikamizning g'arbiy hududlarida hanuzgacha ichimlik suvi ta'minoti bilan ta'minlanishda yer osti va yer usti suv resurslarining kamligi, loyqaligi va sifati bilan bog'liq bir qator muammolarimiz mavjud. Bu bizning og'riqli tomonlarimizdan biri hisoblanadi. Xususan, ushbu hududlarni ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash uchun yuqoridagi muammolar moliyaviy xarajatlarni va suv yo'qotish darajasini ortib kelishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa o'z navbatida suv resurslarini boshqarishda moliyaviy yechimlarni jalb etish bilan cheklanib qolmay, institutsional tadbirlarni amalga oshirish muhimligini ko'rsatmoqda. Shu o'rinda O'zbekistonda ilk bor mazkur sohani to'g'ridan-to'g'ri tartibga soluvchi suv kodeksi qabul qilingani tizim samaradorligini oshirishdagi eng katta yutug'imiz deya olamiz. Kodeks bilan aholini ichimlik ehtiyojlar uchun zarur miqdordagi va sifatli kafolatlangan suv bilan ta'minlash, obyektlarni muhofaza qilish, davlat suv kadastrining ichimlik suv bo'yicha ma'lumotlarni yuritilishi kabi asosiy masalalarni belgilaydi. Bundan tashqari, vazirligimiz tomonidan 2024-2025 yillar davomida 20 ta normativ huquqiy hujjatlar ishlab chiqildi. Xususan, barchamizga ma'lumki, shu kunga qadar oqova suv chiqarish sohasiga investitsiyalarni jalb qilishda oqova suv standartlariga bog'liq katta muammolar mavjud edi. Bu borada vazirligimizda tashkil etilgan ishchi guruh tomonidan olib borilgan ishlar natijasida Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan respublikamizda ilk bor oqova suv tozalash inshootlaridan chiqariladigan suvlar uchun alohida talablar belgilandi. Oqova suv tarmoqlariga suv chiqarish talablarini buzganlik uchun hisoblanadigan kompensatsiya to'lovlari 20 baravarga oshirildi. Ushbu tashabbuslarni yaqindan yordam bergan Osiyo taraqqiyot banki, Osiyo infratuzilma va investitsiya banki, Shvetsariya taraqqiyot va rivojlanish agentliklariga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qayd etish lozimki, vazirlik tomonidan davlat ijtimoiy buyurtmalari asosida 9 ta mahalladagi 40 ming nafar aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash ishlari o'z yakuniga yetkazildi. Oldimizda sohani isloh qilishga qaratilgan yana bir qator muhim tadbirlarimiz bor. Ushbu ishlarni amalga oshirishda ishchi guruhimiz sohalar aro va xalqaro hamkorlar o'rtasida o'zaro ko'prik vazifasini bajarishi zarur deb hisoblaymiz. Buning uchun mazkur ishchi guruh ishtirokchilari va barcha xalqaro hamkorlarimiz yig'ilishlarda faol ishtirok etishlari
ularda ko'tarilayotgan masalalar yuzasidan o'z fikrlarini bildirishlari hamda O'zbekiston rivojlanishi uchun qabul qilingan qaror ijrosini shaffof tarzda ta'minlashlari zarur deb hisoblaymiz. Mamlakat platformasi bo'yicha ishlarni tartibga solish uchun normativ huquqiy hujjat qabul qilish borasida strategik islohotlar agentligining tashabbusini qo'llab-quvvatlaymiz va ishchi guruhimiz tomonidan qabul qilingan qarorlarni ijrosini ta'minlashga vazirligimiz tomonidan barcha tadbirlar to'liq bajarilishini ta'minlaymiz. Shu bilan birga ishchi guruhimizning keyingi rejalari qatoriga sohadagi xizmat ko'rsatishda transformatsiya jarayonlarini samarali mexanizmlarni joriy etilishini, suv hisobi va kadastrni yuritishning qat'iy tartibini o'rnatish uchun iqtisodiy mexanizmlarni joriy etilishini, sohada davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish va aholiga xizmat ko'rsatish bo'yicha qonunchilik bazasini takomillashtirishni, tarif siyosatining isloh qilinishi, eng asosiysi sohani raqamlashtirish jarayonlarini kengaytirish va tizimga sun'iy intellektni joriy etishni, bunda tarmoqlarga ulanish uchun texnik shartlarni taqdim etish, suv yo'qotilishi yuzasidan hisobotlarni shakllantirish, iste'molchilarga normativ huquqiy hujjatlar haqida ma'lumotlar berish, sohani kengaytirish yuzasidan loyihaviy yechimlarni shakllantirish yo'nalishlarida sun'iy intellektni joriy etishda hamkorlik o'rnatish zarur deb hisoblaymiz. Men ishonamanki, ishchi guruhimiz o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga erishadi va hamkorlikda ishlashda davom etadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Katta rahmat Abdurahimovna. Haqiqatan ham aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash juda muhim oldimizda turgan vazifalardan. Boya suv kodeksida to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Suvdan foydalanishda ustuvorliklarni belgilab berdik va bu birinchi aholini ichimlik va xo'jalik maishiy suv ta'minotiga suv ajratilishi belgilab qo'yilgan. Keyingi so'zni O'zsuv ta'minot aksionerlik jamiyati boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari Haydarov Tohir Abijanovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum muhtaram mehmonlar, hurmatli konferensiya ishtirokchilari. Avvalambor sizlar xalqaro suv hamkorligi va O'zbekiston Respublikasi suv qonunchiligini takomillashtirish mavzusidagi xalqaro moliya tashkilotlari vakillari ishtirokida etayotgani ahamiyatlidir. Hurmatli anjuman qatnashchilari, ta'kidlash lozimki, O'zbekistonda so'nggi yillarda davlatimiz rahmonligida suv ta'minoti va oqova suv xizmat ko'rsatish sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilib, soha tubdan o'zgarmoqda. O'tgan 8 yil davomida sohani yaxshilashga jami 2,5 milliard dollar ajratilgan bo'lsa, buning 58% so'nggi 3 yilga to'g'ri kelmoqda. Ajratilgan mablag'larning 60% davlat byudjeti mablag'lari hisoblansa, 40% xalqaro donor tashkilotlariga to'g'ri kelmoqda. Buning evaziga mazkur mablag'lar hisobiga 3627 inshootlar va 40,000 kilometr tarmoq tortilib, aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. Jumladan 789 mahalladagi 7,7 million aholi ilk bor sifatli ichimlik suv bilan ta'minlangan bo'lsa, yana 11,5 million aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. Shuningdek, 1,1 million aholi oqova suv xizmatlariga ulandi. Sohadagi islohotlarning amaliy natijasini esa hududlarda amalga oshirilgan bir nechta yirik loyihalar misolida ko'rishimiz mumkin. Jumladan, Osiyo taraqqiyot banki kredit mablag'lari hisobidan Toshkent viloyatidagi kunlik quvvati 100,000 kub metr Qodiriya suv inshooti rekonstruksiya qilindi. Buning natijasida Qibray, Zangata va Toshkent tumanlaridagi 8,000 nafar aholi ilk bor ichimlik suvidan bahramand bo'lgan bo'lsa, 265,000 nafar aholining ichimlik suv ta'minoti tubdan yaxshilandi. Jahon banki ishtirokidagi Buxoro viloyatida amalga oshirilgan loyiha doirasida esa 50,000 kub metr bo'lgan Dvaynik suv tozalash inshooti rekonstruksiya qilinib, Olot va Qorako'l tumanlarining 280,000 aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi.
Ta'kidlash kerakki, sohani raqamlashtirish va zamonaviy boshqaruv tizimlarini joriy etish, shaffoflik va aniqlikni ta'minlab, inson omilini kamaytirish evaziga korrupsiya holatlarini kamaytirishga erishiladi. Shu munosabat bilan so'nggi yillarda sohani modernizatsiya qilish yo'lida raqamli texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Jumladan, UzVoter yagona billing tizimi ishga tushirilishi evaziga to'lovlar shaffofligi ta'minlandi. Bundan tashqari, takomillashtirilgan shaxsiy kabinet joriy etildi. GIS axborot tizimi orqali inshootlar va tarmog'i xaritlari shakllantirilmoqda. Shuningdek, SCADA tizimi orqali masofaviy monitoring va avtomatik boshqaruv imkoniyati yaratilmoqda. Ushbu tizim Toshkent, Buxoro va Jizzax yangi inshootlarda joriy etildi. Suv resurslaridan oqilona foydalanish, jumladan suv ta'minotidagi yo'qotishlar darajasini kamaytirish bo'yicha ko'rilgan choralar natijasida 2022-2025 yillarda ma'nan eskirgan 3000 ga yaqin nasoslar energiya tejamkor nasoslarga almashtirildi. Kelgusi yil yakuniga qadar 1200 dan ortiq nasoslar energiya tejamkor nasoslarga almashtiriladi. Shuningdek, energiyani tejash maqsadida 2022 yildan hozirgi kunga qadar 165 ta ma'muriy bino va inshootlarga 8.8 megawatt quvvatga ega quyosh panellari o'rnatildi. Kelgusi yil yakuniga qadar 34 ta yirik inshootlarga 57.4 megawatt quvvatli quyosh panellari o'rnatishi rejalashtirilganmiz. Shu bilan birga 2023-2025 yillarda 4700 ta suv inshootlari va magistral suv tarmoqlariga zamonaviy suv hisoblagichlar o'rnatildi. Ko'rilgan choralar natijasida bugungi kunga kelib aholining ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 82.1%ni, oqova suv xizmatlari bilan ta'minlanganlik darajasi esa 20.5%ga tashkil etmoqda. Shu bilan birga sohani yanada rivojlantirish maqsadida dastlabki qiymati 1.7 milliard dollardan ortiq 16 ta yangi istiqbolli loyihalar amalga oshirish ustida ish olib borilyapti. Qolaversa, sohaga xususiy sektorni jalb qilish uchun bugungi kunda 2.8 milliard dollarlik 6 ta loyihani davlat suv sheriklik shartlari asosida boshqaruvga berishi rejalashtirilgan. Qisqacha aytganda, O'zbekistonda suv infratuzilmasi modernizatsiya qilish yo'nalishida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar, xalqaro hamkorlik va ilg'or texnologiyalar joriy etilishi natijasida aholining hayot sifat darajasi tubdan yaxshilanmoqda. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, ushbu tadbir barchamiz uchun ilmiy va amaliy jihatdan foydali bo'lib, kelgusi ishlarimizga mustahkam poydevor bo'ladi deb o'ylayman. Bundan tashqari yana bitta narsani ta'kidlab lozimki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 37-farmoniga asosan sohani 2035-yilgacha bo'lgan strategiyasi ishlab chiqilgan. Shu strategiya yo'nalishi bo'yicha pirovor maqsadlar belgilab olingan. 2035-yilgacha aholining markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasini 92% ga olib chiqish va hamda 35% ga oqova suv xizmatlari xavfsiz foydalanish imkonini yaratishga erishish bo'yicha strategiya ishlab chiqilib, 3 ta ustuvor vazifalar belgilab olingan. Shu strategiyada iqlim o'zgarishiga barqaror infratuzilmani rivojlantirish, ichimlik suv ta'minoti va oqova suv xizmatlari barqarorligini ta'minlash maqsadida sohaning institutsional salohiyatini oshirish, sohaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, xarajatlarni o'zini o'zi to'liq qoplash darajasiga yetkazish orqali tashqi investitsiyalar byudjetdan moliyalashtirish, optimallashtirish yo'nalishlari belgilab olingan. Ushbu 3 ta ustuvor vazifadan kelib chiqib 13 ta maqsadlar belgilab olingan. Bugungi kunda ushbu strategiya oxiriga yetkazilib, barcha vazirlik va idora bilan kelishilgan holda Vazirlar Mahkamasiga kiritilgan. Men o'ylaymanki, shu yil oxirigacha strategiyamiz tasdiqlansa, shu yo'nalish bo'yicha 2035-yil ishni tashkil qilamiz deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Katta rahmat Tohir Abjonovich. Haqiqatan ham boya aytib o'tgandek, aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash
bo'yicha juda katta keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti. Haqiqatdan ham joylarda ham ko'ryapmiz. Mana birgina Surxondaryoni o'zida amalga oshirilayotgan loyihalar To'palandan Termizgacha suv ta'minot tortish masalalari butun Surxondaryoni toza ichimlik suv bilan ta'minlashga xizmat qiladi va bunday loyihalarni ko'plab keltirish mumkin. Endigi so'zni Shveysariyaning O'zbekistondagi elchixonasi missiyasi rahbarining o'rinbosari, hamkorlik bo'limi rahbari janob Andrin Finkga beramiz. Marhamat, пожалуйста. Distinguished members of the Water Sector Working Group, I will be brief because I think the most important part of this meeting is also to make sure that we can have an open discussion and enough time for discussion among the group members. It's a great pleasure to welcome you to the 5th meeting of the Water Sector Working Group at the margins of today's conference. It was quite impressive to see today how many partners, organizations, and people are working with an extraordinary commitment on water issues in Uzbekistan. Today's discussion is particularly important because we focus on the implementation of the Water Code and the Water Resources Management and Irrigation Sector Development Program for 2025-2028 to ensure that our initiatives are well aligned with Uzbekistan's priorities. As lead development partner of this group, Switzerland has proactively supported the development of the Water Code and remains committed to support Uzbekistan in its implementation. After the code has entered into force, a lot of work lays ahead of us. Our goal today is to move from strategy to action. We need to keep coordinating closely to make sure that our different work streams are aligned and conducive. By working together, we can ensure that reforms translate into tangible improvements for people, communities, and ecosystems. I encourage all participants to share insights, raise critical issues, and identify practical solutions that strengthen the sector and support Uzbekistan's long-term vision. Thank you for your engagement and commitment. I look forward to a constructive and forward-looking discussion. Thank you very much. Katta rahmat. Hurmatli ishtirokchilar, endi keyingi sessiyaga o'tmoqchimiz. Suv sohasida strategik va me'yoriy huquqiy bazalar yangilangan. Bu suv xo'jaligi sohasida ham va ichimlik suv ta'minoti sohasida ham, jumladan O'zbekiston Respublikasining 2025-2028 yillar uchun suv resurslarini boshqarish va irrigatsiya sektorini rivojlantirish dasturi qabul qilingandi. Bu oldimizda mana 4 yillik asosiy dastur belgilab berildi. Bu dasturning asosiy maqsadi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2030-yilga mo'ljallangan konsepsiyasida belgilab berilgan asosiy maqsadli ko'rsatkichlarga erishish va buni ushbu maqsadlar uchun chora-tadbirlarni belgilab olish maqsadida qabul qilindi. Mana xabarlaringiz bor, 2021-2023 yillarda birinchi bosqichini realizatsiya qildik va mana 25-28 yillarga mo'ljallangan mana dastur qabul qilindi va bunda bir qator asosiy maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan. Bu bo'yicha prezentatsiya bilan ishtirok etyapti vazirlik qoshidagi suv xo'jaligida barqaror rivojlanish markazining bo'lim boshlig'i Jumayev Abror ga so'z bersak, prezentatsiya bilan ishtirok etyapti. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli konferensiya ishtirokchilari, xonimlar va janoblar. Avvalo O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi nomidan tarmoq ish guruhining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etayotganingiz hamda mamlakatimiz suv xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarga befarq bo'lmaganingiz hamda faol ishtirokingiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Shuningdek, uzoq yillardan buyon Markaziy Osiyoda suv xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha loyihalar amalga oshirishda faol ishtirok etayotgan Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki hamda tarmoq ishchi guruhimiz hamraisi rivojlanish bo'yicha yetakchi hamkorimiz Shveysariya taraqqiyot va hamkorlik agentligiga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Mamlakatimiz suv resurslariga bo'lgan ehtiyojning atigi 20% O'zbekiston hududida shakllanishi ma'lum. Suv tanqis bo'lgan mintaqamizda uni qadrlash va tejash juda dolzarb masala hisoblanadi. O'zbekistonda bunga davlatimiz rahbari darajasida katta e'tibor qaratilib,
sug'orish tarmoqlarini rekonstruksiya qilish, betonlashtirish hamda sohaga raqamli texnologiyani joriy qilish, suv tejovchi texnologiyani keng qo'llash ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan 2020-2024 yillar davomida shu maqsadlarga 60 trillion so'm byudjet mablag'lari hamda 620 million AQSh dollari xorijiy investitsiya mablag'lari yo'naltirilgan. Misol uchun 2020-yilda suv tejovchi texnologiyalar qo'llanilgan maydonlar jami sug'oriladigan maydonlarning 4% tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich deyarli 50% ga yetdi. Ushbu islohotlarning mantiqiy davomi sifatida suv qonunchiligi yanada takomillashtirib, suv resurslarini boshqarish, suvdan samarali foydalanish va iste'molni nazorat qilish bo'yicha huquqiy asoslarni yaratish maqsadida joriy yilda O'zbekiston Respublikasining suv kodeksi qabul qilindi. Suv kodeksi bilan suv xo'jaligi sohasini uzoq muddatli rivojlantirishning huquqiy poydevori yaratilib, suvni tejash, investitsiyalarni jalb qilish va sohani texnologik modernizatsiya qilish uchun huquqiy va iqtisodiy asos yaratildi. O'zbekiston suv xo'jaligi oldida turgan muammo va tahdidlar aholi va iqtisodiyotning tarmoqlarini suv bilan kafolatli ta'minlash, suvning sifatini yaxshilash va atrof muhitning ekologik muvozanatini saqlashga qaratilgan yangi g'oyalar va sohani yanada rivojlantirish yo'llarini ishlab chiqish va amalga oshirishni taqozo etmoqda. Sohadagi islohotlarning davomi sifatida mamlakatimiz yirik va maqsadli dastur O'zbekiston Respublikasida suv resurslarini boshqarish va irrigatsiya sektorini rivojlantirishning 25-28-yillarga mo'ljallangan dasturi qabul qilindi. Bugungi muhokamaning asosiy maqsadi 25-28-yillarga mo'ljallangan dasturni amalga oshirishdagi ustuvor yo'nalishlarni aniq belgilash va ularni xalqaro donorlar takliflari hamda ko'magi bilan samarali muvofiqlashtirishdan iboratdir. Ushbu dastur mamlakatimiz suv resurslarini barqaror boshqarish va irrigatsiya tizimini tubdan takomillashtirish navbatdagi muhim bosqich hisoblanadi. Dasturga asosan sohadagi barcha tarmoqlarga maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan, xususan irrigatsiya tarmoqlari va mineral tarmoqlarini modernizatsiya qilish, sohaga raqamli texnologiyalarni joriy qilish, suv tejovchi texnologiyalar qo'llash ko'lamini kengaytirish hamda davlat xususiy sherikchilik loyihalarini amalga oshirish mexanizmlarini tartibga solish ishlari belgilangan. Misol uchun, irrigatsiya tarmoqlarini qurish va rekonstruksiya qilish bo'yicha har yili davlat byudjeti va xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobidan 1,3 trillion so'm va 300 million dollar miqdoridagi sarmoyalar yo'naltirishi belgilangan. Ushbu mablag'lar hisobiga 25-28-yillar davomida jami 1965 kilometr kanallar, 319 kilometr lotok tarmoqlari, 190 ta gidrotexnika inshooti, 28 ta nasos stansiya hamda 185 kilometr bosimli quvurlar, 1006 kilometr kollektor dirnash tarmoqlarini qurish va rekonstruksiya qilish, shuningdek 44 ming kilometr kollektor dirnash tarmoqlarini ta'minlash, tiklash ishlari amalga oshiriladi. Ushbu amalga oshirilgan ishlar natijasida sug'orish tarmoqlarining foydalanish kamsiyati hozirgi 0,17 dan 0,75 gacha oshiriladi. Shuningdek, 978 ming gektar maydonning suv ta'minoti yaxshilanishi bilan birga 127 ming gektar sho'rlangan maydonlar qisqartirilishiga erishiladi. Shuningdek, O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda Jizzax, Samarqand, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo va Namangan viloyatlarida 10 ta kichik sel suv omborini qurish ishlari olib boriladi. Albatta, yana bir sohadagi dolzarb masala bu suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish ko'lamini kengaytirishdan iborat. Misol uchun, dastur doirasida hozirgi 2,6 million gektardan 2028-yil yakuniga borib suv tejovchi texnologiya joriy qilingan maydonlar 3,5 million gektarga yetkaziladi. Ya'ni umumiy sug'oriladigan maydonlarga nisbatan 83% maydonlarda suv tejovchi texnologiyalar joriy qilinadi. Shuningdek, suv xo'jaligi sohasidagi muhim sohalardan yana biri bu nasos stansiyalarida elektr energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan. Hozirgi kunda Suv xo'jaligi vazirligi hisobidagi 1698 ta nasos stansiyalari tomonidan har yili 608 milliard kilovat-soat elektr energiya sarflanadi. Bu borada ham vazirlik tomonidan muayyan ishlar amalga oshirilgan. Xususan 2017-yilda agar nasoslar tomonidan yiliga 8,3 milliard kilovat-soat elektr energiya sarflangan bo'lsa, hozirga kelib bu 608 milliard kilovat-soatga tushirildi. Albatta, bu ishlarni yana davom ettirish maqsadida dastur doirasida 562 ta nasos va 578 ta elektr dvigatellar zamonaviy energiya tejamkorlariga almashtiriladi. Shuningdek, 298 ta kondensator, 347 ta chastoта o'zgartiruvchi qurilma hamda 272 ta quyosh panellari, 100 ta quyosh suv o'rnatiladi. Bu orqali hozirgi 608 milliard kilovat-soatdan 2028-yil yakuniga borib 6,2 milliard kilovat-soat elektr energiyaga tushirishga erishamiz. Albatta, sohani isloh qilishni raqamlashtirish tasavvur qilib bo'lmaydi. Davlat rahbari hurmatli Shavkat Miromonovich tomonidan ham bu sohaga juda katta e'tibor qaratilmoqda.
Bugungi kunga qadar sohada 10 ta axborot tizimi umumiy raqamli yagona suv xo'jaligi platformasiga integratsiya qilindi. Shuningdek, Suv xo'jaligi vazirligi qoshida suv sohasida vaziyatlar markazi tashkil etildi. Bu orqali sohaga joriy etilgan 30 mingdan ortiq raqamli qurilmalarni yagona nuqtadan monitoring va kuzatish imkoniyati yaratildi. Albatta bu ishlarning davomi sifatida 2025-yil yakuniga qadar 12 ta yirik gidrotexnika inshootlarida avtomatlashtirish ishlari amalga oshiriladi va bu bilan jami avtomatlashgan obyektlar soni 100 taga yetkaziladi. Shuningdek, nasos agregatlarida 1750 ta suv sarfini onlayn monitoring qilish qurilmalari o'rnatiladi. Shuningdek, 12080 ta meliorativ quduqlarda issiq suvlar sathini monitoring qilish bo'yicha raqamli qurilmalar o'rnatiladi. Albatta, islohotlar bu bilan to'xtab qolmaydi. Raqamlashtirish jarayonlarini yanada kengaytirish maqsadida Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan katta marra olingan. Xususan 2026-yil yakuniga qadar 322 ta transchegaraviy va 28 ta viloyatlararo suv olish nuqtalari. Ikkinchi bosqichda esa 1895 ta tumanlararo nuqtalar. Uchinchi bosqichda 16281 ta xo'jaliklararo, to'rtinchi bosqichda esa 200 ming ta fermer xo'jaliklarining suv olish nuqtalarini raqamli qurilmalar bilan jihozlanadi hamda yagona suv xo'jaligida vaziyatlar markaziga integratsiya qilinishi ta'minlanadi. Bu orqali suv xo'jaligidagi yagona ma'lumotlar bazasi shakllantirilib, sohani masofadan turib boshqarish va monitoring qilish hamda suv sarfini onlayn kuzatib borish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, xalqaro hamkorlar bilan, ya'ni Avstraliyaning Rubicon Water kompaniyasi bilan hamkorlikda umumiy qiymati 5 milliard AQSh dollar bo'lgan Amudaryo havzasida joylashgan hududlardagi suv resurslarini boshqarish jarayoni avtomatlashtirish loyihasi amalga oshiriladi. Bundan tashqari, Koreya qishloq birlashmasi korporatsiyasi bilan hamkorlikda 2027-2030-yillarda umumiy qiymati 8 million AQSh dollar bo'lgan Sirdaryo viloyatida suv resurslarini boshqarishni avtomatlashtirish loyihasi amalga oshiriladi. Albatta, hozirgi kunda suv xo'jaligi sohasidagi dolzarb davlatimiz rahbar darajasida e'tibor qaratilib topshiriqlar berilayotgan sohalardan biri bu davlat xususiy mexanizmlarini keng joriy etish hisoblanadi. Xususan, joriy yil yakuniga qadar davlat xususiy sheriklikning yangi iqtisodiy va huquqiy mexanizmlariga asoslangan tizim joriy etiladi. Albatta, nasos stansiyalarini davlat xususiy sheriklik asosida boshqarish amaliyoti kengaytiriladi. 2026-yilda Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy va Namangan, Samarqand viloyatlaridagi nasos stansiyalarining 50% hamda 2027-yilga borib Namangan viloyatidagi barcha nasos stansiyalari davlat xususiy sherikchilik asosida xususiy sektor boshqaruvga beriladi. Bundan tashqari, sohaga xususiy sektor uchun jozibadorligini oshirish maqsadida Namangan viloyati Chortoq tumani misolida bir nasos, bir tizim tamoyili asosida Chortoq tajribasi amalga oshiriladi. Bunda xususiy sektor suv iste'molchilari doirasida suv bilan ta'minlaydi, nasoslarga bog'langan maydonlarga suv yetkazib berish hisobidan suv sog'ining 40% xususiy sektorga o'tkazib beriladi. Albatta, sohani rivojlantirishni xorijiy investitsiyalar tasavvur qilib bo'lmaydi. Keyingi 3 yilda, ya'ni 2026-2028-yillar davomida umumiy qiymati 1,5 milliard AQSh dollar bo'lgan xorijiy investitsiya mablag'lari jalb qilinadi hamda 3630 kilometr uzunlikdagi yirik magistral va xo'jaliklar kanallar rekonstruksiya qilinadi va betonlashtiriladi. Shuningdek, Qashqadaryo, Surxondaryo, Namangan va Toshkent viloyatlarida 8 ta sevor omborlarni qurish ishlariga xalqaro moliya institutlari mablag'larini keng jalb qilish ishlari amalga oshiriladi. Albatta, dastur doirasida xodimlarning malakasini oshirish, suv xo'jaligi sohasini oliy ma'lumotli malakali kadrlar bilan ta'minlashga ham katta e'tibor qaratilgan. Misol uchun 2028 yakuniga qadar sohadagi oliy ma'lumotli kadrlar ulushi 60% ga yetkaziladi. Shuningdek, ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish hamda sohaga know-howlarni joriy qilish bo'yicha jami 134 ta loyihalar amalga oshiriladi. Shuningdek, albatta, qo'shni davlatlar bilan transchegaraviy hamkorlik bo'yicha ham muayyan vazifalar belgilangan. Qo'shni davlatlar bilan transchegaraviy suv masalalari bo'yicha aloqalarni mintaqaviy darajada Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi va davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasi doirasida ikki tomonlama suvdan foydalanish bo'yicha hukumatlararo ishchi guruhlar tashkil qilinadi. Shuningdek, mintaqadagi suv resurslarini barqaror, muvozanatli va adolatli foydalanishni ta'minlashga qaratilgan Markaziy Osiyodagi transchegaraviy daryolarning suv resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha mintaqaviy strategiya loyihasi ishlab chiqilib, mintaqaviy davlatlar bilan kelishish jarayoni jadallashtiriladi. Albatta, ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida
joriy yil yakuniga qadar 10 milliard kub metr, 2026-yilda esa 12 milliard kub metr, umuman olganda 2028-yil yakuniga esa 14 milliard kub metr suvni iqtisod qilish rejalashtirilgan. Albatta bu raqamlarga erishishni oson bo'lmaydi. Bu rejalarning barchasi amaliy va moliyaviy jihatdan hamkorlikka tayanadi. Xalqaro tashkilotlar va donor muassasalari tomonidan taklif etilayotgan ilg'or yechimlar, texnik ko'mak va moliyaviy instrumentlar mazkur dasturning muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli biz barcha tashabbuskorlarni donorlar taklifi bilan uyg'unlashtirilgan, samara va natijaga yo'naltirilgan yagona amaliy platformaga aylantirishga tayyormiz. Bugungi muhokama esa umumiy manfaatlar asosida hamkorlikni yangi bosqichga olib kelishga uchun muhim imkoniyat hisoblanadi. So'zimni yakunlar ekanman. Yig'ilishda amalga oshirilayotgan kelishuvlar bo'yicha va 2025-2028-yilda dasturni samarali amalga oshirishda faol hamkorlikka chaqiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Katta rahmat. Haqiqatan ham suv xo'jaligini oldiga juda katta vazifalar belgilab olganmiz. Men asosiy ko'rsatkichlar sifatida bu ta'kidlab o'tildi. Bu eng katta muammomiz bu tabiiy suvni kamayishi bo'lsa, yildan yilga mana iqtisodiyot rivojlanishi va aholini o'sish hisobiga suvga bo'lgan talab oshib boryapti. Bu o'z-o'zidan suvga bo'lgan bosimni juda kuchaytiryapti. Bunday sharoitda yagona yo'limiz mavjud suv resurslaridan tejamli, samarali foydalanish. Bu yo'lda biz mana suv yetkazib berish jarayonida, dalagacha bo'lgan jarayonda mana raqamlar aytildi. Kanallarni foydalanish koeffitsiyentini oshirish, bu rekonstruksiya qilish, betonlashtirish, nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish, suvni hisob-kitobini yo'lga qo'yish orqali erishsak, dala sharoitida bu suv tejovchi texnologiyalarini joriy qilish, suv tejovchi agrotexnologiyalarni qo'llash, suvni kam talab qiluvchi ekinlarni yetishtirish va shu kabi tadbirlarni amalga oshirish hisobiga erishishimiz mumkin. Buning uchun biz 2030-yilgacha suv tejovchi texnologiyalar joriy qilingan maydonlarda, ya'ni sug'oriladigan maydonlar to'liq suv tejovchi texnologiya bilan qamrab olish rejalashtirilgan. Bu oson bo'lmaydi. 4,3 million gektar sug'oriladigan yerda to'liq qamrab olish bo'yicha biz tizimli ishlar olib boryapmiz va keyingisi bu sohani to'liq raqamlashtirish. Bu bo'yicha sizlarda yordamlaringiz, tavsiyalaringiz, ilmiy innovatsion yechimlar bo'yicha takliflaringiz juda muhim. Keyingi yana bitta yo'nalishimiz bu albatta olib borilayotgan ishlar bilan birgalikda bu sohada gender masalalariga ham e'tibor qaratilgan. Yaqinda bir konsepsiya suv xo'jaligining gender konsepsiyasi tasdiqlangan. Ko'pchilik aytish mumkin, suv xo'jaligi sohasi endi ko'proq erkaklarga mos soha deb, lekin biz shu ayollar keng jalb qilish, umuman gender tengligini ta'minlash bo'yicha ham tizimli ishlar olib borilyapti. Bu bo'yicha so'zni Ziganshina Dinara Ravilunaga bersak, suv xo'jaligi sohasining gender konsepsiyasi va bu yo'nalish bo'yicha o'zini fikrlarini bildirar. Marhamat, пожалуйста. Спасибо большое. Я хотела бы кратко осветить ту работу, которая была проведена по разработке гендерной концепции водного хозяйства в Республике Узбекистан. Работа проводится не в первый год. Многие организации, в том числе и наши, и международные партнеры по развитию активно уделяют внимание этим вопросам, включая само Министерство водного хозяйства, потому что был в министерстве создан сначала гендерный совет, потом в 2024 году он был переименован в консультативный совет по обеспечению равных возможностей для мужчин и женщин в водном секторе. Проводятся специальные программы поощрения женщин, выделяются гранты, поддержки малых кредитов для женщин. И была создана техническая рабочая группа по этим вопросам.
В 2021 году при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Министерством водного хозяйства была выполнена гендерная оценка водного сектора, на которой выявлены те проблемы, которые требуют особого внимания. Среди прочего, было установлено, что около 7% женщин, работающих работников водного хозяйства, составляют женщины, и менее 3% на руководящих должностях. Такая же оценка была проведена в учебных заведениях системы водного хозяйства. И я должна сказать, что очень положительная динамика была отмечена в Бухарском отделении Института научно-исследовательского института ТИМСХА, где работа, проводимая ими по привлечению молодых женщин для обучения, была очень успешна, и большой процент женщин обучается сейчас в этом высшем учебном заведении. Но, тем не менее, проблемы остаются, и поскольку Конституция Республики Узбекистан и стратегия развития страны, а также гендерной стратегии, национальной гендерной стратегии, которая была принята Оли-Маджлисом Республики Узбекистан и координируется специальным комитетом при Оли-Маджлисе, ставятся задачи по расширению прав и возможностей женщин, а также о оказании им содействия для качественного и компетентного участия в работах. Потому что, как мы все понимаем, сначала достигаются результаты количественные, то есть просто присутствие женщин, но намного важнее именно качественное и квалифицированное участие в работе того или иного органа. Допустим, вот в этом созыве Оли-Маджлиса законодательной палаты, когда мы работали по доработке водного кодекса, как раз с комитетами, они отмечали о том, что в этом созыве очень много представлено женщин, хорошо знающих свою сферу деятельности. То есть работа требует активного профессионального участия и оказания помощи на самых начальных этапах развития, включая образовательный и предоставление им социальных возможностей для профессиональной деятельности. В связи с этим была межведомственная рабочая группа, в состав которого входили министерства, ведомства, неправительственные организации, ассоциации женщин, а также партнеры по развитию. Была проведена работа по подготовке гендерной стратегии водного хозяйства. Конечно, было желание сделать ее обширной, чтобы она включала все вопросы водного хозяйства, включая прогнозирование, то есть службы, гидрометеорологические службы, питьевое водоснабжение и водопользователей. Но в процессе работы мы поняли, что это на данном этапе очень сложная задача, и, возможно, нужно начать с более практических действий. Поэтому сферы действия и сферы охвата концепции разработаны. Это сферы Министерства водного хозяйства. То есть это именно система государственного управления водным хозяйством. И основными задачами было создание резерва, кадрового резерва женщин, которые могут работать в водном хозяйстве, проведение программ наставничества и помощи женщинам и специалистам для осуществления их работы. Обширная программа по тренингу и повышению осведомленности и по поддержке женщин-предпринимателей и студентов. И последнее – это усиление гендерной статистики и отчетности. Это касается не только системы, безусловно, водного хозяйства, это в большей степени также вовлекает статистические органы, а также проектные работы. Потому что, когда мы говорим о гендерной статистике, это не просто участие женщин, а это учет мнения и потребностей различных
различных групп населения, различных возрастных категорий, а также женщин и мужчин. То есть это один из социальных факторов, который должен учитываться при планировании и реализации водохозяйственных проектов. И нашей задачей было привлечь внимание Министерства водного хозяйства, чтобы при принятии и подготовке проектных предложений, в том числе с инвестиционного характера и характера технического содействия, именно этим вопросам уделялось внимание. Помимо гендерной концепции был разработан детальный план работ, в составлении которого приняли участие также партнеры по развитию. И сейчас я хотела бы вас, конечно, пригласить к его реализации. Я понимаю, что практически у всех нас есть какие-то семинары, есть какие-то программы тренингов и других мероприятий, которые мы могли бы реализовать вместе. Тот посыл, который мы получили от министра водного хозяйства, сделать практические мероприятия, чтобы их можно было реалистично реализовывать в пределах бюджета, уже выделенного для Министерства водного хозяйства. Поэтому задачи не ставились невыполнимые. И вы знаете, что трудно так в середине года вдруг получить дополнительный бюджет для реализации мер, поэтому мы привлекали уже имеющиеся средства, предусматривали в этом плане, а также уже намеченные меры и мероприятия партнеров по развитию. Приглашаю вас всех взглянуть на этот план действий, и, возможно, если там не отражены ваши мероприятия, мы можем его обновить, и нам бы хотелось, чтобы мы совместно его реализовали. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Динара Равильевна. Ichimlik suv ta'minoti va oqova suv sohasini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar va kelgusi rejalar to'g'risida so'zni Ozoda Abdurahimovnaga beramiz. Marhamat. Rahmat. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, ruxsatingiz bilan Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi tomonidan ichimlik suv ta'minoti va oqova suv chiqarish sohasini rivojlantirish bo'yicha 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha qisqacha prezentatsiya qilib o'tamiz. Ichimlik suv ta'minoti, oqova suv chiqarish sohasida normativ huquqiy bazani takomillashtirish tadbirlari bo'yicha Osiyo taraqqiyot banki ishtirokida iqlim texnologiyalari orqali suv resurslarini boshqarishni rivojlantirish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2025-yil 28-fevraldagi PQ 81-son qarori qabul qilindi. Qarorga asosan yirik ichimlik suv inshootlari va magistral suv tarmoqlariga 4,8 mingta suv hisoblagichlar va 2,8 mingta masofada ma'lumot uzatuvchi uskunalar o'rnatish, 12.700 ta ichimlik suv inshootlarining va 80 ming kilometr ichimlik va oqova suv tarmoqlarining raqamli xaritasini joriy etish, moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida yuritish, 5,1 million iste'molchi uchun billing tizimini takomillashtirish, respublika va 14 ta hududiy ichimlik suv ta'minoti tashkilotlarida situatsion markaz tashkil etishni rejalashtirish. 1.2 bandida Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida yer usti suvlarni muhofaza qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2025-yil 12-iyundagi 361-son qarori qabul qilindi. Qaror bilan oqova suv chiqarish tizimini rivojlantirish uchun investitsiyalarni jalb etishdagi muammolar bartaraf etildi va oqova suv inshootlarida havzalarga chiqarilayotgan suvlar tarkibi bo'yicha aniq talablar belgilab berildi. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 19-apreldagi 251 son farmoni qabul qilindi. Unga asosan
ichimlik suv ta'minotida energiya tejamkorlikni tashkil etish maqsadida Toshkent shahrida 206 ta nasos uskuna va jihozlari energiya tejamkor zamonaviy uskunalarga almashtirish, bu borada kredit mablag'larini jalb etish va elektr energiyasini iqtisodi hisobidan to'lovlarni amalga oshirish mexanizmlari belgilandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 17-iyuldagi 466-son farmoni qabul qilinib, unga asosan ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv chiqarish xizmatlari uchun to'lovlarni o'z vaqtida undirishning yangi zamonaviy tizimi joriy etildi. Ichimlik suvi va oqova suv chiqarish xizmatlaridan foydalanganlik uchun to'lovlarni undirishdagi muammolarni hal etish va ichimlik suvi ta'minoti tashkilotlarining qarzdorligi uchun ularni maxsus texnikalarni taqiqqa qo'ymaslik bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqilib, Vazirlar Mahkamasiga kiritishga tayyorlandi. O'zbekiston Respublikasida ichimlik suvini transportda yetkazish va realizatsiya qilish qoidalarini tasdiqlash bo'yicha qaror loyihasi ishlab chiqilib, Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. Unga asosan 3,6 million aholiga ichimlik suv yetkazib beradigan yo'nalishni tartibga solish rejalashtirilgan. Xususan, suvni yetkazish va realizatsiya qilish jarayonlari tartibga solinadi. Aholiga transport vositalarida xavfsiz va sifatli ichimlik suvini yetkazib berishning kafolatlari yaratiladi. Faoliyat turini amalga oshirish uchun tadbirkorlik subyektlariga imkoniyatlar yaratiladi. Transportda suv yetkazishda xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasida ichimlik suvi ta'minoti kompleks kengaytirish to'g'risidagi qaror loyihasi ishlab chiqilib, Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. Unga asosan Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisining ichimlik suvi ta'minoti infratuzilmasini kengaytirish va zamonaviylashtirish hamda markazlashgan ichimlik suv ta'minoti darajasini oshirish, ichimlik suvi ta'minoti uzluksizligini ta'minlash uchun 2030-yilgacha Qoraqalpog'iston Respublikasida ichimlik suvi bilan ta'minlanishning kompleks rivojlanish dasturi tasdiqlanishi rejalashtirilgan. Oqova suvlarni chiqarish sohasida takomillashtirish to'g'risida qaror loyihasi ishlab chiqildi va vazirlik hamda idoralar bilan kelishildi. Unga asosan oqova suvlarni tozalash inshootlaridan foydalanish qoidalari tasdiqlash, oqova suv tarmoqlari va oqova suv tozalash inshootlari samaradorligini oshirish, oqova suvlar orqali atrof muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishni oldini olish, sanoat korxonalari tomonidan oqova suvlarni lokal tozalash inshootida tozalash tizimini joriy etish uchun iqtisodiy mexanizmlar belgilash, suvlarni texnologik jarayonda qayta foydalanish, aylanma tashkil etish rejalashtirilgan. Ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv chiqarish sohasida davlat xususiy sherikchilikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasi ishlab chiqilib, Adliya vazirligiga kiritildi. Unga asosan respublikamizda aholini ichimlik suv ta'minoti va oqova suv chiqarish xizmatlarini kengaytirish uchun davlat xususiy sheriklikni jalb etishga imkon yaratish, aholiga sifatsiz xizmat ko'rsatayotgan ichimlik suvi ta'minoti tashkilotlari faoliyatini baholanib xususiy sheriklikka berilishini tashkil etish, davlat budjetidagi yukni kamaytirish rejalashtirilgan. Ichimlik suv ta'minoti va oqova suv chiqarish xizmatlarini kengaytirish. 660 kilometr ichimlik va 192 kilometr oqova suv chiqarish tarmoqlari tortildi hamda 39 ta ichimlik va 9 ta oqova suv inshootlari qurildi. Bu uchun 1,4 trillion so'm mablag' moliyalashtirildi va 1,1 trillion so'm o'zlashtirildi. Natijada yil yakuniga qadar 715 ming aholi ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlash va ta'minlanganlik darajasini 82,8% ga yetkazish, 400 ming aholiga oqova suv chiqarish xizmatlari ko'rsatish va ta'minlanish darajasi 22,3% ga yetkaziladi. Davlat ijtimoiy buyurtmalari asosida olis hududlardagi 9 ta mahallalarni ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun 226 kilometr tarmoq tortildi va 14 ta inshootda qurildi. Bu uchun 50 milliard so'm o'zlashtirildi. Natijada
ichimlik suvi ta'minoti tizimlarini ekspluatatsiya qilish uchun 9 ta nodavlat notijorat tashkilotlar tashkil etildi. 40 ming nafar aholi ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlash tashkil etildi. Tariflar, pul tushumi va ekspluatatsiya faoliyati shaffof tarzda jamoatchilik tomonidan amalga oshirilishi belgilab berildi. Respublikadagi eng holati og'ir ahvoldagi mingta mahallalarni holatini yaxshilash uchun ularning ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi xatlovdan o'tkazildi. Natijada ulardagi jami 4,1 million nafar aholining 3 million nafari, ya'ni 72% ichimlik suvi bilan ta'minlanganligi aniqlandi. 108 ta mahallalarni ichimlik suv bilan ta'minlash uchun amalga oshiriladigan tadbirlarni tegishli dasturlarga kiritish choralari ko'rildi. Ichimlik suv yetib bormagan va suvlar mineralizatsiyasi yuqori bo'lgan hududlarda aholini ichimlik suv bilan ta'minlash uchun homiylik mablag'lari jalb etildi. Natijada Navoiy kon metallurgiya kombinati ajning 11,6 milliard so'm ajratildi. 26 ta suvni chuchuklashtiruvchi uskunalar o'rnatildi. 64 ming nafar aholi ichimlik uchun yaroqli suv bilan ta'minlanishiga sharoit yaratildi va bu borada kasalliklarni oldi olinishiga erishildi. Ichimlik suv ta'minoti va oqova suv tizimlarini ekspluatatsiya qilish, Toshkent shahri ichimlik suv ta'minoti va oqova suv tizimini transformatsiya qilish loyihasi muvofiqlashtirilmoqda. Xususan, 673 mingta onlayn suv hisoblagichlarini o'rnatish tashkil etildi. Geoaxborot tizimi hamda dispetcherlik nazorati hamda ma'lumotlar yig'ish maqsadida SCADA tizimini joriy etilmoqda. Suv inshootlari laboratoriya jihozlari bilan ta'minlanmoqda. Aktivlarni boshqarish bo'yicha tizim yaratildi. Suv yo'qotishlarini hisoblashda zamonaviy usullar qo'llanilmoqda. Shahar uchun ichimlik va oqova suv tizimlarini bosh rejasini ishlab chiqildi. Ko'cha tarmoqlari, uylargacha yetkazish va energiya tejovchi nasoslar o'rnatish ehtiyojlari o'rnatildi. Natijada davlat budjetidan 75 milliard so'm ajratilishiga erishildi. Ushbu mablag'lar hisobidan 41,3 mingta xonadonlarga tarmoqlarni olib kirish va 745 ta eskirgan nasoslarni yangilash tadbirlari boshlandi. Xalqaro hamkorlikda sohani rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha aytadigan bo'lsak, Shveysariya hamkorlik va rivojlanish agentligi tomonidan amalga oshirilayotgan loyiha doirasida vazirlikning davlat ijtimoiy buyurtmalarini amalga oshirishga kiritildi. Natijada huquqiy maslahatlar natijasida ichimlik suvi ta'minotini amalga oshiruvchi jamoatchilikka asoslangan jami 9 ta normativ nodavlat notijorat tashkilotlar tashkil etildi. 5 ta o'quv seminarlar tashkil etilib, 68 nafar xodimlarning malakasi oshirildi. Osiyo taraqqiyot banki tomonidan jalb etilgan xalqaro ekspertlar bilan birgalikda respublikada oqova suv chiqarish tizimini kengaytirish o'rganildi. Natijada oqova suv chiqarish inshootlaridan suv chiqarish standartlari bo'yicha xalqaro tajriba o'rganildi. Shakllantirilgan takliflar O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirida himoya qilindi. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 12-iyundagi 361-son qarori qabul qilindi. Sohadagi aholiga xizmat ko'rsatishni tashkil etish uchun 2,3 million AQSh dollari grant mablag'lari jalb etishga erishildi. Natijada Yaponiyaning GT kompaniyasi 2 million AQSh dollari grant mablag'lari evaziga respublikadagi 6 ta mahallalarda 20 ming nafar aholi ichimlik suvi bilan ta'minlashga erishildi. AQShning LDS tashkilotining 3 ming AQSh dollari grant mablag'lari evaziga markazlashgan 3 ta maktablarda septik infratsion oqova suv chiqarish tizimlari joriy etildi. O'zbekiston Respublikasida ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv chiqarish sohasini holati va platformasi ishlab chiqildi. Unga asosan ichimlik suvi va oqova suv xizmatlari ko'rsatishni kengaytirish strategiyalarini haqiqiy ehtiyojdan kelib chiqqan holda shakllantirishga erishildi. Sohaga kiritiladigan investitsiyalar kiritishni va ularni monitoringini yagona tizimda muvofiqlashtirish yo'lga qo'yildi.
barcha manbalar hisobidan ajratilgan mablag'larni samarali sarflash va nisbatan ko'proq xizmat ko'rsatish imkoniyatlari tashkil etildi. Platforma ma'lumotlariga asosan kelgusida respublikada ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv chiqarish sohasini rivojlantirish bo'yicha bosh sxemasini ishlab chiqishga erishiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Katta rahmat. Biz dasturimiz bo'yicha sal kechikish bilan ketyapmiz. Shuning uchun vaqt ko'p olmasligi uchun yangi strategik va qonunchilik bazasini amalga oshirish hamda ustuvor yo'nalishlarni donor tashabbuslari bilan uyg'unlashtirish bo'yicha muhokamaga o'tsak, bu muhokamani moderatorlik qilish uchun so'zni janob Jerome Bertga beramiz. Bu xalqaro ekspertimiz. Aytib o'tishimiz kerak, bu suv xo'jaligi rivojlantirish strategiyasi konsepsiyasini va suv kodeksini ishlab chiqishda, umuman suv xo'jaligida strategik hujjatlarni ishlab chiqishda juda katta bizga yaqindan yordam bergan ekspert hisoblanadi. Marhamat, janob Jeremy Bert. Were you asked to do this, George? I'm completely not aware. Okay, I think I was. Oh, my name is. Okay, let me start. Jeremy Bird here. I think first of all, from the conference today, I think we had a lot of interesting discussions, which really gave very positive atmosphere towards implementation of the code, and I think from that we need to learn experiences from others. We also heard about the complexity of water across sectors, across administrative boundaries, between groundwater and surface water, between quality and quantity and things like that. And so I think now the challenge, as we heard from the introductory speaker, is to move from strategy to action. And in doing that, we need to think a little bit about some of these complexities. New institutions are needed, for example, for the basin councils, and regulations needed there. We need to focus on sustainability and providing a balance between the incentive structures needed to get the private sector involved and the regulatory frameworks needed to ensure fairness and sustainability. We need to manage change and expectations. The new code is not going to be a transition on day one from old system to new system. It's going to take time. And in doing that, is taking place when we know that the hydrology is changing because of climate change. So again, a great degree of complexity there. And we also heard about the importance of capacity development. Capacity development for the new technology that's going to be introduced, for, say, digitalization, for the financing models and things like that. And then the focus on alignment. Alignment around the complexity of water across different agencies and their individual regulatory frameworks, alignment around information systems, which we heard quite a lot about today. But now for the focus of this group, I think alignment around the initiatives of the development partners. So with your permission, Chair, we would now like to request inputs from the floor. I know some of you, but not all of you. So please, for those who do want to make an intervention, please, if you'd like to raise your cards, and then we can go around the table and listen to the interventions. Thank you very much. Tamara? Спасибо большое. Не совсем водный кодекс, хотя частично тоже. Я хотела бы немножечко добавить к тому, что сказала госпожа замминистра, госпожа Джураева, по поводу постановления 361, принятого 12 июня этого года. Это была работа совместная, финансируемая SDC, совместно с ADB, которая велась UNECE. Это была фантастическая работа, потому что у нас было несколько мало, но очень пассионарных экспертов из Узбекистана,
Наши коллеги из Минэкологии сидят, из санэпидстанции, из Украины, из Казахстана, и наши коллеги из АДБ также помогли еще финансово привлечь эксперта из Казахстана и из США. Я хотела бы сказать, что это действительно работа очень важная и с точки зрения системы WASH, да, санитарии, но мы также начали, когда мы этим начали заниматься, мы поняли, что мы не можем этим заниматься, не меняя систему классификации качества природных водоемов. Это действительно очень важно для всего региона Центральной Азии. 10 декабря этого года в Астане будет встреча региональная по качеству вод, где эта работа будет представлена, где мы будем в том числе предлагать нашим коллегам из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана постепенно думать в этом направлении. И я хотела бы сказать, что эта работа по изменению системы классификации качества природных водоемов, она в самом начале в Центральной Азии, потому что у нас есть огромный пробел в том, что у нас качество воды определяется его типом водопользования, экономическим типом водопользования. При этом, если мы говорим про экологические стандарты, мы забываем, вернее, мы пока что никак не рефлектируем то, что сырдарья, например, в Истоках и в Каракалпастане – это совершенно разная сырдарья, в которой живут совершенно разные виды животных, которые, собственно говоря, нуждаются в разном химическом, физическом и так далее показателях. Поэтому я хотела бы обратить внимание, что эта работа действительно очень трудоемкая, долгосрочная, это то, куда нам нужно всем смотреть. И я хотела бы еще раз поздравить Узбекистан с принятием этого постановления, потому что действительно сейчас открываются возможности для того, чтобы действительно улучшить качество воды из-за того, что будет улучшена очистка сточных вод. Искренние поздравления. Мы вложили туда очень много сердца. Mana o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi hamkorlikda o'sha do'stona munosabatda ishlashga biz tayyormiz siz bilan. Rahmat. Thank you very much. Any other interventions from the floor, please? Taco? Thanks very much, Jeremy. And good afternoon. My name is Takayoshi Kata. I work at the Organization for Economic Cooperation and Development. So we are now implementing a project called Water, Energy, and Land Use Nexus together with CICWC, UNECE, and also the EBRD and UN-FAO. Also in collaboration with a number of other development partners, including Switzerland and SDC. So I'm not going to get into the details of the project itself, but I'd like to highlight that a lot of points that have been made during today's conference, such as the coordination between the different ministries and agencies in order to implement the activities and achieve objectives under the Water Code, and also the financing for water resource management, including the better use of the economic instruments, and also the capacity development for climate change adaptation projects in the agriculture sector, especially including in the banking sector, so not only the farmers, but also the financial institutions. So we have quite a range of activities that are implemented in collaboration among our implementation partners. And the project will run until 2028. So we have still a quite long, I don't know, mid-long time of the implementation. We will be very happy to collaborate with your ministries and also the development partners. And thank you very much once again for the opportunity to participate in this meeting, and also I'm looking forward to the collaboration. Thank you. Thank you from OECD. Any other interventions from the table? Yes, please, Bokadir. Thank you, Jeremy. I just want to highlight two
our regional projects, which are at the starting stage. One is the Karek Water Pillar, which is a regional project, and it started last year with a working group meeting in Istanbul, where we have identified few projects which will be funded under Karek Water Pillar. And hopefully the feasibility studies will start next year, and implementation will be in 2027. And in addition to this, I would like to highlight the recently approved Glacier to Farm initiative of ADB. This is the program which we do with the Green Climate GCF, Green Climate Fund. And ADB is planning to invest about $3 billion together with GCF. And the main activities are related also to regional projects, including the glaciers in the neighboring countries and water saving technologies in Uzbekistan. Thank you. Thank you, Bahadir. Can I see any more hands on the table? Yes, please, Barbara from IMI, and then Aktet. Thank you very much. I just would like to briefly mention that we are also delighted to start a project which is funded by the World Bank, and which is related to the support of the institutional capacities of the national water supply and sanitation utility. And in these terms, we want to ensure more engagement of the citizens and to improve the gender inclusion in this project. We will be developing a methodology for rapid assessment of citizens' satisfaction survey to examine the quality of the services which are provided to the citizens. And also we will be developing a gender plan to engage more women participation. And also we will be working on giving the trainings on GIS in planning for WASH services. So we will pilot it and we will see whether it can be also scaled up beyond. Thank you very much. We look forward to your comments after we have the initial findings. Thank you, Imi and Aktet. Здравствуйте. Вначале я хотела бы поделиться о проекте, о программе, которую реализует АКТЭД в Ферганской долине. Мы работаем в рамках речных бассейнов, которые в рамках наших исследований мы выявили наиболее подвержены риску из-за климатических изменений. Мы работаем как над региональным сотрудничеством, кооперацией между тремя странами, это Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, так и по нисходящей, доходя до махалей, до распространения водосберегающих, скажем так, практик в махалях в отобранных. Эта же самая работа проводится и на стороне Кыргызстана, и Таджикистана. У нас как бы такой общий подход. Но я хотела бы, во-первых, поблагодарить за возможность узнать о программе развития водного сектора. Для нас это очень важно. Хочу сказать, что я думаю, что не только наша программа, но и все остальные программы, они входят, как бы, они поддерживают, да, то, что уже было в этой программе прописано. Эти же как бы составляющие компоненты, они есть в той или иной мере во всех программах, которые реализуются на территории Узбекистана, ну и в том числе Центральной Азии. Что хотелось бы отметить? Вот для того, чтобы мы могли все вместе вносить вклад в реализацию, в том числе этой программы, хотелось бы как-то видеть, да, себя в этой программе, какое место мы занимаем. Для этого, например, у нас нет возможности даже понять, мы проводили исследования, многие упоминали о том, что они счетчики, например, да, водомеры устанавливали. Каждый проект, каждая программа подходила со своим исследованием. Было бы хорошо иметь какое-то общее исследование, вот сделанное со стороны министерства, скажем, как сегодня уже было сказано со стороны Министерства цифрового развития, о том, что такая работа проводится, мы приветствуем это, потому что нам очень нужны такие подобные данные, потому что каждая практически организация, она проводит technical feasibility study со своими какими-то выводами, идет потом
пытается по новой как бы все это, все исследования провести, где какие счетчики установить, сами выяснять. Поэтому было бы хорошо, если бы вот программа бы, она могла бы включать в том числе усилия других организаций, которые работают в этом направлении, чтобы был какой-то обмен данным. Мы могли говорить о том, что мы делаем, получать какую-то информацию со стороны министерства. И по поводу тоже, если можно, по поводу концепции, да, гендерной, тоже очень рада, что у нас появилась такая концепция. Всецело поддерживаем, тем более Актед участвовал в сборе, в проведении исследования на эту тему. Но хотелось бы еще подчеркнуть, вот было сказано, что пока мы охватываем управление, да, только получается, но мы работаем на местах, в махалях, и видим, что женщинам сложнее всего вот даются вот эти вот новые технологии. Даже когда мы их очень сильно упрощаем, им даем, для них сложнее всего. Поэтому хотелось бы, чтобы, может быть, следующие, да, какие-то, когда пойдет уже развитие этой концепции, мы могли бы как-то попытаться включить именно женщин-пользователей, не в женщин в управлении, да, водным сектором, а женщин-пользователей в эту концепцию, потому что вот мы видим, что есть проблема именно, вы знаете, что именно домохозяйства, они являются производителями почти половины сельскохозяйственной продукции у нас в Узбекистане, и очень важно с ними также работать. Спасибо большое. Thank you very much. Now from GIZ, first. Good afternoon. My name is Joachim Fritz. I'm the country director for GIZ in Uzbekistan, Kazakhstan, and Turkmenistan. I stand in for my colleague Caroline Milo, who is the head of the project of the water projects here in the region. I would like to congratulate and reiterate and emphasize the approach that was taken here this afternoon, being a holistic approach of seeing the nexus between water, climate, and energy. I've heard that we cannot look at water alone. We have to look as well at its impacts on climate and as well to use energy efficiency to make this whole concept climate friendly. And the second holistic approach, that water is a very local topic, but at the same time regional. As we all know here, we cannot solve the problem if we don't look at the water flows from upstream to downstream. And that's why I think Germany, as well as many others, are supporting the water sector in a more regional, holistic way. And we're very glad to hear the advances and the ambitious programs to which we hope we can contribute with our interventions. Our focus this year goes very much as well on topics like water quality measurement, like as well another topic that was not so much mentioned on dam safety, which is very important because we need to have as well this preventative and risk management approach. One aspect I would as well encourage to look at all of us is really the efficiency of the water use. We see still a lot of leakages. We still see a lot of necessity for awareness raising in the use of the very precious resource of water. And I hope we can as well emphasize more projects that focus on awareness raising with regard to the use of water. Otherwise, Germany is with its 9 regional projects in full support of this agenda, and we look forward to collaborate in the community here. Thank you. Thank you very much. Please. Меня зовут Ольга Миршина. Я работаю в Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия, главным специалистом по гигиене и санитарии. Ну, во-первых, я хочу поздравить всех участников данной конференции с тем, что у нас принят, во-первых, водный кодекс, во-вторых, принят ряд правительственных документов, которые направлены на улучшение водообеспечения, водоснабжения, санитарии и гигиены в нашей республике. Кроме того, я хочу воспользоваться данной конференцией, чтобы озвучить то, что наша страна, первая в Центральной Азии, присоединилась к протоколу воды и здоровья в рамках Конвенции трансграничных вод. И это достаточно большая честь и заслуга большинства сидящих здесь.
И при поддержке ЕИК ООН, ВОЗ, а также швейцарской программы по развитию мы в настоящее время проводим имплементацию основных положений протокола воды и здоровья. Протокол воды и здоровья – это не абстрактный документ, это документ, который объединяет практически все те вопросы, которые поднимались сегодня на нашей конференции. Но самое главное, мы не должны забывать, что все эти вопросы, они упираются во что? Они упираются в сохранение здоровья наших людей. Водообеспечение – это, конечно же, продовольственная безопасность, а продовольственная безопасность – это обеспечение здорового поколения. Качественная и безопасная питьевая вода – это, опять же, здоровое поколение. Качественные и безопасные водные ресурсы – это, опять же, наше с вами здоровье. То есть хотим мы или не хотим, когда мы говорим о мелиорации, говорим о сохранении наших земель, говорим о сохранении атмосферного воздуха, говорим об изменяющихся условиях климата и водоснабжения и санитарии, все это, конечно, в последнюю, но и в первую одновременно очередь это сохранение здоровья. И я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в согласовании и подписании при подготовке постановления президента по подписанию протокола, и всех тех, кто помогает нам в имплементации протокола. И еще раз хочу подчеркнуть, что мы готовы и открыты к тому, чтобы все нам помогли разработать нормальные целевые показатели по внедрению протокола в нашей стране, потому что практически все статьи протокола воды и здоровья, они согласованы с целями устойчивого развития. Цели устойчивого развития в нашей стране тоже подписаны, и мы должны их как бы вместе имплементировать один с другим. То есть они должны, конечно, быть согласованы. Об этом говорилось и на недавней конференции, которая прошла в Будапеште, межминистерская конференция по протоколу воды и здоровья. Поэтому мы открыты, мы готовы, наша рабочая группа на все предложения и на взаимную работу. Спасибо. Thank you very much. Dinara? Я хотела бы сказать несколько слов по работе нашего научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. Как Така уже отметил, мы реализуем проект ИКИ, и одной из направлений деятельности является содействие странам в подготовке согласованных стратегий. Потому что мы уже сегодня слышали, сколько программ секторальных принято, и все мы говорим о том, насколько в каждом из секторов важна климатическая, энергоэффективность, водоэффективность. И мы с коллегами как раз готовим такой чек-лист, который бы помогал согласовывать эти стратегии и иметь индикаторы, которые отражают все эти ключевые показатели устойчивого развития. Это первое. Второе, к чему я хотела бы привлечь ваше внимание, мы ежегодно выпускаем водный ежегодник по воде, где есть разделы по деятельности партнеров по развитию и национальных ведомств. Я думаю, это одно из направлений вклада нашей организации в то, чтобы мы могли координировать наши действия. И вот приближается конец года. Я бы хотела просто вам напомнить, что мы приветствуем ваш вклад в этот сборник, и насколько конкретным и детальным он будет, настолько будет полезно нам всем работать, чтобы мы не повторяли работу друг друга, не дублировали, а излагали, что мы сделали за истекший год и какой вклад это вносит в реализацию той или иной стратегии, как на национальном уровне, так и на региональном. И последний вопрос, который мы сегодня пока не поднимали, но который я хотела вас обратить внимание, это участие молодежи. Как вы знаете, недавно было подписано трехстороннее соглашение в Ферганской долине о стыке трех границ Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. И вслед за этим проведено первое заседание Ферганского мирного форума мира. И одним из вопросов, который там рассматривался, безусловно, это были вопросы использования водных ресурсов. Не буду вам рассказывать, насколько это важный вопрос, в том числе для Ферганской долины.
И одной из инициатив, предложенных в ходе этого форума и поддержанной государственными органами Узбекистана, было создание молодежной сети Ферганской долины за воду. Вот сейчас начинается это обсуждение. Ответственными назначены Министерство экологии и окружающей среды и изменений климата, Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан и Агентство молодежи. Но я думаю, воспользоваться этой площадкой и привлечь ваше внимание с тем, чтобы если у вас есть такая заинтересованность, потому что молодежь – это основное население нашего региона, чтобы мы все также объединили усилия и помогли национальным организациям Узбекистана создать эту платформу уже на базе существующих каких-то ваших инициатив. Спасибо. Thank you very much. So it's been a long day, but I have just one request for a very short intervention from UNECE, please. And then Спасибо большое, спасибо переводчикам за то, что с нами еще до сих пор. Я услышала о работе GIZ по поводу безопасности плотин. Нам стоит на эту тему переговорить, потому что мы с Всемирным банком уже переговорили, мы будем заниматься этой темой в регионе, поэтому было бы хорошо скоординироваться. И мы также будем работать с темой природоориентированных решений, это в тему водного кодекса и береговых полос, поддерживать бассейновые советы в Узбекистане и возможно, что зимой мы проведем встречу национального политического диалога, где мы можем продолжить тоже обсуждать некоторые из насущных тем. Спасибо. So thank you very much, everybody. Now, with that, it's been a long day. Let me please hand back to the chair, Zohijon. Katta rahmat. Xulosalar va keyingi qadamlar bo'yicha so'zni janob Andren Fink, Shveysariyaning O'zbekistondagi elchixonasi missiyasi rahbarining o'rinbosariga bersak, marhamat. It's always amazing to see that even after such a long day, we have such an intense discussion and so much left to add to our activities regarding water in Uzbekistan. So I would like to thank everybody for coming to this water sector working group meeting, including the deputy ministers, but also all the other voices and participants that have been heard and taken note of today. I would like to remind you that we have this twice a year, this water sector working group meeting, but there is a lot happening also in between in terms of exchange. I would like to remind you that we have some subgroups which are very actively also meeting on a regular basis. And then also we have our project matrix, which is updated with all the information which time hasn't allowed to share. And I would also like to thank the Secretariat for sending out some instructions on how to update these matrix in the coming days. And thank the Secretariat and everybody else involved, of course, in organizing today's successful conference and also successful water sector working group meeting. Back to the chair. Спасибо большое, мистер Andren Fink. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, hammaga katta rahmat. Mana biz juda ko'plab muhokamalarni o'tkazdik. Suv xo'jaligi sohasida, ichimlik va suv ta'minoti, sanitariya sohasida oldimizda turgan juda muhim vazifalar, kelgusidagi rejalarga to'xtalib o'tildi. Albatta, bu ikkita soha ham juda muhim. Bugun kun davomida juda ko'plab buni muhimligi bo'yicha fikrlar bildirildi va hozir davlatimiz hukumatimiz tomonidan bu ikkita yo'nalishga ham juda katta mablag'lar ajratilgan. Bu to'g'ridan to'g'ri davlat byudjetidan ajratilyapti, chunki bu ijtimoiy sohaga, odamlarni umuman daromadiga, ichimlik suv ta'minoti, sog'lig'iga juda katta ta'sirga ega bo'lgan soha hisoblanganligi uchun bu byudjetdan mablag'lar ajratilyapti. Lekin shu bilan birga davlat byudjetida ham imkoniyatlari chegaralangan. Bu bo'yicha albatta xalqaro hamkor tashkilotlar, xalqaro moliya institutlari va boshqa donor tashkilotlarda investitsiyalarni, grant mablag'larini
va boshqa tavsiyaviy xarakterga ega bo'lgan metodikalari, innovatsion yechimlari, ilg'or tajribalarni bizga juda muhim tajribalarni bizlarga taqdim qilishi. Shundan kelib chiqib, men hammani bu yerda yig'ilgan tashkilotlar bu yerda suv xo'jaligi sohasida ko'p yildan beri ishlaydi va bizga yordam berib kelyapti. Shundan kelib chiqib, kelgusida ham bu suv xo'jaligini 2025-28 yillarga mo'ljallangan dasturi, 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi va mana bugun kun davomida muhokama qilingan bu suv kodeksini hayotga tatbiq etish bo'yicha sizlardan yana ham bir yordamlaringizni kutib qolamiz va yana bir marta hammalaringizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Hammaga rahmat. Keyingi so'zni ruxsatingiz bilan qurilish va uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirining o'rinbosari Jo'rayeva Ozoda Abdurahimovnaga beramiz. Rahmat. Yana bir bor o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Mana bugungi o'sha tadbirimiz juda ham ajoyib o'tdi va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligimiz albatta davom ettiramiz. Kelgusida biz qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi buni qo'llab-quvvatlab o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat hammaga ishtiroki uchun. Sog' bo'linglar. Katta rahmat. Endi kun tartibidagi masalalar bo'yicha hamma muhokamalarda, hamma tadbirlar o'tkazdik. Faqat bitta dasturimiz bo'yicha matbuot uchun matbuot anjumani o'tkazishimiz kerak. Agar ruxsatlaringiz bilan bir 5-10 minut vaqtlaringizni ayamasdan ishtirok etsalaringiz, matbuot uchun bir oxirgi axborotni berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shuhrat aka nechta ommaviy axborot vositalari qatnashyapti? 6 ta. Aha. Murojaatni olib qo'yinglar. Marhamat, ommaviy axborot vositalari vakillarini taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Vaqt tejash shu savol bersak, shunga javob beraversangiz mana qilamizmi yo boshlaymiz, alohida aniqlamizmi? Birinchi umumiy tushuncha berib, keyin savol-javobga o'tsakmi degandik. Olimjon keyin beradi.
Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari. Mana bugun Toshkentda Xalqaro suv hamkorligi va O'zbekiston Respublikasining suv qonunchiligini takomillashtirishga bag'ishlangan konferensiyasi bo'lib o'tdi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki, Shveysariya taraqqiyot va hamkorlik agentligi va boshqa donorlar birgalikda tashkil etildi. Unda vazirlik va idoralar, ilmiy doiralar vakillari, xalqaro tashkilotlar, bu Butunjahon suv kengashi, Xalqaro irrigatsiya va drenaj qo'mitasi, Germaniya xalqaro hamkorlik tashkiloti, Aktet, UNDP, Yevropa ittifoqi, Buyuk Britaniya elchixonasi, Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ijroiya qo'mitasi va O'zbekistondagi agentligi, NISEM KVK va boshqa xalqaro tashkilotlar vakillari, diplomatik missiyalar, tadqiqot markazlaridan 40 nafarga yaqin ishtirokchi, umumiy hisobda 200 nafardan ortiq ishtirokchi qatnashdi. Respublikamizning barcha hududlaridan suv xo'jaligi mutaxassislari bevosita ushbu zaldan va onlayn tarzda konferensiya ishini kuzatib bordi. Yig'ilish ishtirokchilari O'zbekiston Respublikasida suv resurslarini boshqarish va irrigatsiya sektorini rivojlantirishning 2025-2028 yillarga mo'ljallangan dasturini amalga oshirish masalalarini muhokama qildi hamda uning ustuvor yo'nalishlari va xalqaro donorlar tashabbuslari bilan muvofiqlashtirish yo'nalishlarini belgiladi. Alohida e'tibor suvdan foydalanish samaradorligini oshirish, sohani barqaror moliyalashtirish va aholining toza suv va sanitariyaga kirishini ta'minlashga qaratilgan qo'shma loyihalarni muvofiqlashtirish masalalariga qaratildi. Konferensiyaning markaziy voqealaridan biri O'zbekiston Respublikasining yangi suv kodeksining taqdimoti bo'ldi. Ushbu hujjat chuqur tahlil, ko'p yillik maslahatlar va ilg'or xalqaro tajribalarni o'rganish asosida ishlab chiqildi. Yangi kodeks suv resurslaridan barqaror foydalanish, shaffoflik va samarali boshqaruvni ta'minlash, suv ekotizimlarini muhofaza qilish uchun zamonaviy huquqiy asos yaratadi. Shu bilan birga 21-asrning global chaqiriqlariga javob beruvchi, integratsiyalashgan va ilmiy asoslangan boshqaruv modelini joriy etishga xizmat qiladi. Shuningdek, biz suv sektori rivojining kelgusi yo'nalishlarini belgilab beruvchi qator strategik masalalarni muhokama qildik. Xalqaro konferensiya doirasida suv xo'jaligi, suv ta'minoti va kanalizatsiya masalalari bo'yicha tarmoq ishchi guruhining 5-yig'ilishi o'tkazildi. Mazkur tadbir davlat organlari, vakolatli idoralar, sohaviy ekspertlar va xalqaro hamkorlardan iborat tarmoq ishchi guruhi a'zolarini birlashtirib, suv xo'jaligi sohasidagi asosiy strategik va normativ huquqiy tashabbuslar muhokamasiga bag'ishlandi. Konferensiya samarali va muhokamalarga boy tarzda o'tdi. Mintaqamizda suv resurslari bilan bog'liq muammolarning yechimini topishda bu kabi tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi deb hisoblaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar qo'shimcha savollar bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum. Abduvahid Ochilovman, O'zbekiston 24 teleradiokanali muxbiriman. Umuman mana suv kodeksi bu endi ilk bor qabul qilingan. Umuman bugun 30 ga yaqin davlat vakillari qatnashibdi. Shu bizni O'zbekistondagi suv kodeksiga ular qay darajada baho berishdi? Ularning fikrlari qanday bo'ldi mana shu forum doirasida? Avvalambor savol uchun rahmat. Bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Biz boya ham aytib o'tganda suv kodeksini ishlab chiqishda umuman oxirgi yillarda hukumatimiz tomonidan qo'yilayotgan talab shuki, har bir strategik hujjatlar, muhim hujjatlar qabul qilishdan oldin albatta jahonni dunyo tajribasini o'rganish vazifasi qo'yilyapti. Ya'ni dunyoda ilg'or tajribalarni O'zbekistonga keng joriy qilish va buni bu aynan suv qonunchiligiga ham singdirish bo'yicha biz ishladik. Boya aytib o'tganimizdek, suv kodeksini ishlab chiqish jarayonida juda ko'plab biz uchrashuvlar o'tkazdik. Boya aytib o'tdik, 850 dan ortiq, bir 5 yil davomida ishlangan bo'lsa, 850 dan ortiq uchrashuvlar o'tkazgan ekanmiz, muhokamalar. Bu jarayonlarda barcha xalqaro ekspertlar va bu yerda o'tirgan mana shu tarmoq ishchi guruh a'zolari ham bevosita ishtirok etdi. Shuning uchun bu konferensiyada hozir suv kodeksini aytish mumkinki, O'zbekiston tomonidan suv xo'jaligi vazirligi taqdimot qilmadi. Buni barcha o'sha o'tirganlar birgalikda taqdimot qildi deb hisoblasak ham bo'ladi. Bu yerdagilar fikrimni tasdiqlasa kerak. Shuning uchun men o'ylayman, bu hujjatni endi oldimizda juda katta
vazifa turibdi bu hujjatni amaliyotga joriy qilish. Bunda boya aytganimdek O'zbekiston uchun yangi bo'lgan normalar kiritilgan. Bu boya aytganimdek suv olish kvotasini belgilash, xususiy sektorni jalb qilish, investitsiyalarni jalb qilish, suv kengashlarini faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish. Shuning uchun hozir bu yerda o'tirgan shu xalqaro tashkilotlar, donorlar, ekspertlari bu kelgusida bizga ko'rsatiladigan yordamlari, takliflari, tavsiyalari juda muhim deb hisoblayman. Rahmat. Yana savollar bormi? Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 radio kanali muxbiri Nargiza Xayrullayeva bo'laman. Bugun mana o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, kun davomida mana shu suv muammolari, suv barqarorligini ta'minlash borasida bir qator muhokamalar xalqaro bir hamjamiyat tomonidan, mahalliy ekspertlar, mutaxassislar tomonidan muhokama qilindi va aytish kerakki, mamlakatimizda ana shu suv barqarorligini ta'minlashda bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Buni o'zimiz ham ko'rib guvoh bo'lyapmiz. Shu jumladan aynan mamlakatimizda suv barqarorligini ta'minlashda, xususan suv muammosini, suv masalasini muhokama qilishda qo'shni mamlakatlar bilan qanaqa bir hamkorlikda loyihalar amalga oshirilyapti va O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi o'zini oldiga bu jarayonda qanday bir reja, strategik maqsadlarni qo'ygan, shular haqida ma'lumot bersangiz, marhamat. Katta rahmat. O'zbekiston suv xo'jaligi, umuman suvdan foydalanish haqida gapirganda, bu yerda qo'shni davlatlar bilan mintaqaviy hamkorliksiz tasavvur qilish qiyin, chunki asosiy O'zbekiston hududida foydalanayotgan suvning asosiy qismi transchegaraviy daryolar hissasiga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz oxirgi yillarda bizga yaratib berilgan davlatimiz rahbari tomonidan qo'shni davlatlar bilan munosabatlar iliqlashishi hisobiga sababli yaratib berilgan imkoniyat bizga juda katta natijalarga erishdik. Ya'ni ko'p yillar davomida o'sha transchegaraviy suvlardan foydalanishda yig'ilib qolgan muammolar, suv xo'jaligi obyektlarini ekspluatatsiya qilishdagi mana chegara oldi hududlarda joylashgan obyektlarimiz juda ko'p. Bizda qo'shni davlatlar hududida joylashgan obyektlarimiz bor. Boshqa davlatlarda, qo'shnilarda bizni hududimizda joylashgan obyektlari bor. Bu obyektlarni ekspluatatsiya qilish jarayonlarida ham o'sha chegaradan oddiy o'tib qaytish masalalarida ham qiyinchiliklar yuzaga kelgandi. Hozirgi kunda bu masalalar to'liq hal qilindi va mana nafaqat vazirlik darajasida, quyi tashkilotlarimiz, tizim tashkilotlarimiz bevosita o'sha qo'shni davlatlarda quyi tashkilotlari bilan bevosita muloqotni yo'lga qo'yib, suv resurslaridan operativ boshqarish, ularni samarali foydalanishlari tezkor hal qilinyapti. Endi respublika darajasida gapiradigan bo'lsak, Orol-Nuqash xalqaro jamg'armasi suv xo'jaligini muvofiqlashtirish bo'yicha davlatlararo komissiya doirasida O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan yaqin hamkorlik o'rnatgan. Bundan tashqari oxirgi yillarda hamma mintaqaning qo'shni davlatlar bilan qo'shma ishchi guruhlar tashkil qilingan. Bu ishchi guruhlar doirasida doimiy ravishda muloqot yo'lga qo'yilib, mavjud masalalar bevosita hal qilib kelinyapti. Mana bundan tashqari mana kecha Markaziy Osiyo davlatlarini rahbarlarini 7-chi maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu uchrashuv doirasida ham kutilganday ekologiya, iqlim o'zgarishi, suv resurslaridan foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratildi va mana prezidentimiz tomonidan tashabbuslar ilgari surildi. Men o'ylayman, bu tashabbuslar, ya'ni mana 2026-2036 yillarni mintaqada suvdan samarali foydalanish bo'yicha 10 yillik deb e'lon qilindi. Bu bo'yicha men o'ylayman, bu tashabbuslar yanada bu hamkorlikni mustahkamlashga zamin yaratadi. Biz Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan bu tashabbuslarni ilgari surish va uni amalga oshirish bo'yicha izchil ishlar amalga oshiramiz va mana 2 kun oldingi bo'lgan Qozog'iston prezidentining O'zbekistonga davlat tashrifi doirasida O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida transchegaraviy suv resurslaridan foydalanish va uni muhofaza qilish bo'yicha hukumatlararo bitim imzolandi va bu ham mana qo'shni davlatlar bilan olib borilayotgan keng ko'lamli hamkorlik aloqalarini bir namunasi sifatida qabul qilish mumkin. Rahmat.
Endi ruxsat bersangizlar, agar vaqtimizdan boshqa savollar bo'lmasa, biz grafikdan ham ancha o'tdik. Shuning uchun bu bugungi konferensiyamizni va tarmoq ishchi guruhining yig'ilishlarini yakunlasak, agar boshqa hech kimda fikrlar bo'lmasa, hammaga rahmat. Biz kelgusida yana bir marta sizlarga, sizlarning yordamlaringizga, takliflaringizga va nima deydi, ko'maklaringizga tayanamiz. Rahmat hammaga. Bitta e'lonimiz bor edi. Ruxsat bersangiz, tashkilotchilar tomonidan man konferensiya ishtirokchilariga kechki ovqat tashkil qilingan. Hammani taklif qilamiz. Kechki ovqatimiz sobiq Bobur parki, hozirgi Do'stlik parkidagi Milliy Lounge parkida Milliy Lounge restoranda tashkil qilingan soat 7 ga. Hammanglarni taklif qilamiz. Rahmat.